alaykum do'stlar. Bitta narsa aytmoqchiman. Yaxshilab quloq solinglar. Yaxshilab iltimos qilaman. Bu hayotlaringizni save, ya'ni sizlarni asrab qoladigan narsa bo'ladi, treyderlar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozir o'zingizni juda ham zo'r, ya'ni darslarni ko'rgandan keyin yoki boshqa joyni ko'rgandan keyin yoki umuman hozir boshlagan bo'lsangiz, siz o'zingizni yaxshiroq his qilasiz bozorda. Xuddi yaxshi savdo qiladiganday, xuddi zo'r his qilasiz, zo'r savdo qilib, zo'r foyda olayotganday. Yoki 100 dollar bilan kirib 1000 dollar qilyapsiz yoki 10 dollar bilan kirib 50 dollar qilyapsiz. Nima uchun shuni 100 dollar bilan kirmadim deb bunaqa narsa bilan savdo qilmanglar. Hozir umuman savdo qilmanglar. Back test, real test, keyin real trade ga o'tish kerak. Iltimos, meni quloq solinglar, men sizlarni shu narsa asrab qoladi. Chunki yoki euforiya yoki mana bu hissiyotlaringiz o'ynab ketib yutasiz yoki yutqazasiz, keyin o'yin bo'lib ketadi. Yutish yutqazish bo'lib qoladi bu. Sistema yo'qolib ketadi.